Assalomu alaykum. Hurmatli kanal a'zolari. Yana bitta kichkina video. Bugun 2025-yil 13-mart sanasida turibmiz. Shaftoli haqida bo'ladi videomiz. Mana endi yana bir boshqacha o'sgan shaftoli haqida. Mana ekilgan o'tgan yili 40 santimetrdan maydon kesilgan. Mana ikkita shox urib bergan. Mana ko'ryapsizlar, ikkita shox bir xilda pashti. Endi buni ko'ramiz. Pastidagi maydalarni kesamiz. Mana ketdi. Mayli, bunisini bir dona nishonasi bor ekan, qo'yib turamiz. Aslida bu ham ketadi kelajakda. Nishonasini ko'rish uchun. Endi buni kesamiz o'rtoqlar. Xo'p, qaraymizda. Ikkita, uchta kurtak qolish kerak. Mana bittasi ketdi. Mana endi bunga tenglab turib, mana shunisini ham uramiz. Bo'yi pashti teng bo'ldi. Yana ozgina balandroq. Hop, ko'ramiz. Kurtaklari bor. Endi buni mana shu yerdan tenglaymiz. Mana shundoq qilib kesib qo'yamiz. Mana o'rtoqlar. Bu ikkinchi yilda kesishimiz. Bu yerdan har biridan 3tadan shox urib chiqadi. 6 ta bo'ladi. Yana may oyida kelib mana shu o'rtadan kesamiz yana. 30-40 o'sganda. Mana shu yerdan yana bir kesamiz. Mana shu holatda mana ikkinchi yilga kesish.